Eng sal o'zingizni bosib oling. Участкового зовите. Вот, Участкового зовите сюда. Eshitib Ты ko'rasizmi? кто? Mani eshitib Ты ko'rasizmi? кто? Ho, aka, mani eshitib ko'rasizmi? Eshit ko'raman. Mayli, fonarsam bundoqroq qiling. Ты кто? Odam ko'ziga tutmang. Югорчинский район, правильно здесь? Югорчинский. Ахмат Ясави, правильно? Он кто? Он куда он убегает? Качак вот этот. К этой машине. Вы что делаете здесь? Вообще, какой тадбир? Я вообще не понял вас. Respublika bo'yicha tadbir ketyapti. Хорошо, где участковый? Где Махаликам? Где Раиса? Вы кто? Aka bizda mana shu hududga biriktirilgan uchastkoviy yo'l. Kim biriktirdi sizlarni? Kim? Vazir biriktirgan. Vazirlikdan tepadan. Хорошо, разговора нет. Вы здесь что делаете на этой Aka улице? keling, qonuniy talab bajarasizmi? Конечно, Тара. Sizga oydinlik kiritib qo'yaylik. Не вопрос, не вопрос, пожалуйста. Keling. Все. Вот люди ходят. Ana mana biz ham tutishni bilamiz, lekin tutmayapmiz. Все не вопрос, все не вопрос. Почему ты не в форме? Представляешься мне кем-то, чем-то? Ни в машине, ни в государственной машине. Здесь ездите. Я вот этого не Siz понимаю. tushunasizmi? Машина. Men sog'lom yurt tadbiri bo'lyapti. Men sizga formada yurishim shart emas. Bizning rahbarlar sog'lom yurt, xavfsiz va sog'lom yurt tadbiri uchun mana Grajanskiyda chiqarib olgan. Ko'chada ichgan, chakkan Xo'p. hammasini yozasan, olib kelasan. Ben sağlamım. Sog'lommisiz? Joyda Bor. ichib turibsiz. Qarang. Jamoat joyi emas. Hop, endi to'xtang. Jamoat Izvini. joyi emas. Siz ham qizlaringiz bormi? Xotiningiz bor, Bolaringiz bor. Bor. Men ichib o'tirsam-da, bundoq qilib ichib ko'chada o'tirsam. Ben içip oturmayman. Birinchidan. To'xtang, gapimni oxirigacha eshiting. Ben Meni to'xtamayman. oldimdan qanday qilib o'tadi ular? Qo'rqib o'tadimi yo cho'chib o'tadimi yo dabrovolniy o'tib ketib oladimi? Sizni mahallangizni bilmadim Ha, lekin. men sizga misol keltiryapman. Я сижу вот здесь, спокойно отдыхаю, правильно? Nega bular tushunmayapsiz? Sal tushuntiring bularga. Я сижу, отдыхаю, спокойно, с другом разговариваю. Ты приезжаешь, ко мне что-то предъявляешь. Правильно? Rosa. Правильно? O'zbekcha gapiring. Ты мне предъявляешь. O'zbekcha gapiring. Telefonni pastga tushiring. O'rganmamasa. Хорошо? Mana men undoq qilmadim. Вот и все. Aka, Все не вопрос. O'zbekiston fuqarosimisiz? Все не вопрос. O'zbekiston Respublikasi o'zbek tili amal qiladi. Ben tushunaman. Shundayda o'rgandi bunaqa demangsiz. Ikkinchi. Aka, o'rganish ixtiyoriy. Ikkinchi til. Aka, ikkinchi Вот til degan Z- joyi yo'q aka. Ingliz tili. Я ему уже сказал. Yo, tushundingizmi? O'zbekistonda Shart, o'zbek tili amal qiladi. Все не вопрос. Все Mana будет. qarang. Hozir qizingiz kelsa, mayli ikkita ichgan o'tirgan bo'lsa, ishdanmi, o'qishdanmi kelsa, bu jamoat joyiga kiradimi? Qizingiz qanday o'tadi o'shalar oldidan? Mana siz mana shu savolimga javob bering. Siz savolingizga men shunday javob beraman. Hop. Boshida kelganingizda nima dedingiz? Bu jamoat joyiga kirmaydi. O'zingiz aytdingiz. Mana mamda kelib, Kirmaydimi birinchidan. Kirmaydimi dedim. Qayerga kiradi dedim. Я к другу пришел, правильно? Я к другу пришел. Все, мы сидим здесь, отдыхаем. Nima deydi? Tushganingiz bilan bari yutkazib qo'yasiz. Все не вопрос. Bo'ldi. Все не вопрос. Atrofiga Просто чтобы вас знать, кто вы, что будете. Burada. По-любому с вами же будем разговаривать. Все.